بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Asmaul Husno silsila darslarimizdan navbatdagisi Alloh taoloning go'zal ismlaridan Al-A'la ismini o'qiyotgan edik. Bugun 3-darsimiz. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Sabbihisma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhisalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringiz nomini har qanday ayb va nuqsondan poklang. Al-A'la, hamma narsadan oliy, eng oliy zot. Payg'ambarimiz duo qilganlar. Allohumma hdini fi man hadayt. Allohumma hdini fi man hadayt. Parvardigor, meni sen o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida hidoyat qilgin. To'rtta ne'mat. Hidoyat, sog'liq, kifoyalilik va tinchlik. Mana shu